Toshkentda doimiy ro'yxatdan o'tmagan shaxslar ham uy sotib olishi mumkin bo'ladi. 23-27 yanvar kunlari 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi loyihasining jamoatchilik muhokamasiga bag'ishlangan media haftalik bo'lib o'tmoqda. Bugun 24 yanvar, ya'ni media haftaning ikkinchi kuni mavzusi qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari bo'ldi. Shuni ta'kidlash joizki, bu kungi mavzu bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Unda davlat organlari vakillari 2017-2021 yilgi harakatlar strategiyasiga mazkur yo'nalish bo'yicha kiritilgan bir qator loyihalar bilan tanishtirildi. Jumladan, pasport tizimini soddalashtirish, xorijga chiqish pasportlarini joriy etish, aeroportlardagi tirbandlikni bartaraf etish, u yerda uzoq navbat kutishga to'g'ri kelmasligi uchun avtomatlashtirilgan kabinkalar joriy etish. Bundan tashqari ko'pchilikni qiziqtirgan yana bir masala viloyatlardan tashrif buyurgan aholining Toshkent shahri va Toshkent viloyatida uy sotib olish va uni rasmiylashtirish borasida so'z yuritildi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra 2017-2021 yillardagi harakatlar strategiyasiga kiritilgan loyihalardan biri ushbu masala bo'yicha yengilliklar joriy etganini ko'zda tutadi. Ya'ni boshqa viloyat aholisi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashamasa-da, u yerdan o'z nomiga muayyan shartlar asosida uy olishi mumkin bo'ladi. Buning uchun fuqaro Toshkent shahri yoki viloyatida yangi qurilayotgan turar joylardan birini xarid qilishi va davlatga boj to'lashi lozim.